Keling, bugun hammamizga allaqachon tanilib ulgurgan dramani birgalikda tahlil qilishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Yao va Hishik. Demak, biz Boshladik. ushbu ajoyib juftlik ishtirokidagi drama nomi My Demon, ya'ni Mening iblisim. Ushbu drama ommaga namoyish qilinishidan avval ham tomoshabinlar tomonidan sabrsizlik bilan kutilayotgan edi. Menimcha, drama bu qadar tomoshabin e'tiborini tortganining sababi bosh qahramonlar. Song Kang va Kim Yoo Jun. Darhaqiqat ikki bosh rol aktyor va aktrisalari vizuallik jihatidan bir-biriga mos tushdi va hammani o'ziga jalb qila oldi. Drama mazmuni haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, drama o'z nomi bilan iblis va uning tatuirovkasi o'tib qolgan boy va sovuqqon qiz haqida. Sovuqqon? Men sovuqqonmanmi? Yo'q azizam, albatta unday emassan. Drama sharhiga qaytamiz. Bir kuni Dodoxiy ismli qiz qiyin vaziyatga duch keladi. Doxiy Miri guruhning raisi Ju xonimning asrandi qizi bo'ladi va u ayolning qolgan oila a'zolari uni yoqtirishmasdi va kimdir uni bevaqt o'lim topishi uchun qotil yollaydi. Qanchalar beshafqat hayot. Bu paytda esa yarim tunda shartnoma tuzish uchun odam izlayotgan Chong Gu-won ismli iblis qizni payqab qoladi va u tomon boradi. Shunday qilib Chong Gu-won va Dodoxiyning taqdir yo'llari kesishadi va kutilmaganda iblisning qo'lidagi tatuirovkasi qizga o'tib qoladi. Voqealar qiz ishongan suyanchig'i Ju xonimning o'lishi va bor meros unga qolganini eshitgan qarindoshlarning Doxiyni yo'ldan olib tashlashga urinishlari va bu qiyin yo'lda Doxiyning iblis kuchlaridan foydalanishga urinishlari bilan davom etadi. Men bilan turmush qur. Voqealar rivojida ular turmush qurishini, turli xil kutilmagan holatlar sodir bo'lishini, Tatuirovkasiz iblis esa odamga aylanishni boshlab qizni sevib qolishini ko'rasiz. Sen kuchlaringni qaytarib olishing mumkin. O'sha ayol vafot etsa va ular maqsadlariga erishishadi. Doxiy bilan kutilmagan falokat yuz beradi. Ammo bu holat baribir yaxshilik bilan tugaydi. Sen yashashing uchun o'lish kerak. Men usiz yashay olmayman. Iblis o'z sevgilisini olov ichidan olib chiqadi va tatuirovkasini ham qaytarib oladi. Hozircha bizga Netflix tomonidan 10 ta qism taqdim etilgan va 11-qismi 5-yanvarda chiqishi kutilmoqda. Ha, yana aytgancha, 2023-yilda ular SBS tomonidan eng yaxshi juftlik mukofotiga sazovor bo'lishdi. Ularni tabriklaymiz. Ushbu dramaning o'zbek tilidagi variantini esa bizning saytimiz mohidab.uz orqali tomosha qilishingiz mumkin. Bizni Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishni unutmang. Ko'rishguncha azizlar.